Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar hamda YouTube ahli. Bize Urgaz Xorazm Instagram profilinde faoliyat olib borilgan gilamlar satılışı bo'yicha bugundan bize YouTube tarmoqlaridan öz faoliyatimizni boshladik. Qilib turilgan ishlar hammasi haqida birma-bir obzorlar qilib, qiziqarli videoroliklar atamiz. Biz hozir yana bir mijozimizning o'yindamiz. Bir dalan qismi ekan. Dalan qismini shunday ko'rinishda bir chiroyli yarki stildagi Urgaz gilam zavodini muhtasham kolleksiyasini klassik stildagi g'alisini döşep berganmiz. Chiroylatib, eni 4, bo'yi esa 5,5 metr bo'ladi. Bu 270 ming so'mdan satilgan kvadratı az skidka narxda 210 ming so'mdan xarid etsangizlar bo'ladi. Ustanovkalar ham, dastavkasi ham ichida. Uyda shunning kichkina daroshka qismlari bo'ladi, zina qismlari bo'ladi. Ko'pchilik dalanlara, katta joylarga döşelgan g'allarni gulidan topolmay qiynaladilar. Biza bilan bunday muammo bo'lmaydi, xudo xolasa. Ko'rishlaringiz mumkin. Zina qismini ham 80 cm endatib, chiroylatib, ustanovka etib berganmiz. Birebir to'g'rigan razmerlari o'zina mos etib bichiladi hammasi. Daroshka qismi esa 1 metrlik enda bo'lgan bo'ladi. Bunday stildagi, ya'ni muhtasham kolleksiyasındaki g'allarni xohlagan razmerda, xohlagan ko'rinishdagini bizning do'konlarimizdan topishlaringiz mumkin. Bizning shaharda 2 tochkada do'konlarimiz bor. Birinchisi eski tunnel Maqsad studiyo yonida bo'ladi. Yana birisi esa obxodnoy yo'lda Bog'eram to'yxonasining yonida.